kelgan mehmonimizni, ilk mehmonimiz davramizga chorlaymiz. Hozir bo'ladigan suhbat nihoyatda manfaatli va muhim degan umiddamiz. Sababi har holda bizni salomatligimiz, ayniqsa ko'zimizni qorachig'lari bo'lgan bolajonlarimizni salomatligi haqida bo'ladi. Albatta. Uni esa iste'dodli ijodkor, ajoyib qo'li yengil tabib, xalqaro tabib Alijon G'aybullayev bilan birga amalga oshiramiz. Marhamat. Alijon tabib G'aybullayev. Omonmisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, charchamayapsizlarmi? Rahmat. Salom boshlab oldinglarmi? Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Qanaqa choy ichasiz? Biz ko'k choy tayyorlab Yo, qo'ydik. o'zi choyim o'lchangan edi. Siz tayyorlaganingizga endi hali qo'lingizni Mayli qaytarmay endi. dedim-da. Begonaga bermayapmiz-ku. Marhamat. Rahmat. Xo'p bo'ling. U kishi qora choy ichadilar. Qora choy iching. Ha. Anvaraga 100 biladi marta aytdim. hammani. Tabib bo'lsalar ham 100 marta aytdim. Ko'k choy iching, ko'k choy iching. Ko'k yaxshi. Ko'k yaxshi desam ham mana Endi tadqiqotlarga ko'ra ko'k choy yaxshi, foydali deyshadi-yu, lekin ba'zi bir hollarda qora choy ham insonni quvvatlantiradi. Quvvat beradi. Ertalab insonni tetik qiluvchi narsa qora choy bo'ladi yoki kofe bo'ladi-da. O'shaning uchun goh-gohida ham qora choy ham ichib turish kerak. to'g'ri. Vaqtga qarab, a? Vaqtga qarab. Bugun choy haqida emas, bugun bolalarda uchrayotgan gijja o'sha kasalligi haqida. Onalarni eng qo'rqitadigan, xavotirga soladigan, deyarli har bir oilada uchraydigan muammo haqida gaplashamiz. Bu o'ylaymanki juda ham global muammo bo'lib qoldi. Ayniqsa ko'z qorachig'i deymiz-ku. Farzandlarimizni shu yuzlarida oq dog'lar, har xil, mayli, dog'lar ham o'zini yo'liga. Hozir kunda eng ko'p muammo bo'layotgan narsa bu allergik kasalliklar, ya'ni teri tanosil kasalliklari, toshmalar, har xil, yara chaqalar yoki bolalarda autoimmun kasalliklari, endokrin muammoli bolalarda tug'ilayotgan bolalar hozirgi kunda har xil va shu gijjalarning oqibatida har xil yetishmovchi kasalliklar kelib chiqyapti-da. Ularda asoratlari kelyapti. Ongida, tanasida, buni oqibatida bilasizmi? Aytadi-yu, kelajak shu yoshlarning qo'lida-da, shu kelajak avlod shu farzandlarda. Farzandlarimiz qanchalik sog'lom, tetik bo'lib o'ssa, kelajakda qiladigan ishlarimizni hammasini shular bajarishadi. Lekin mana Fransiyada bilamiz, Yevropalarda o'sha mana degan olov bo'lib mashinasi, avtomashinasiga qarab insonni qanaqa insonligini aytishar ekanda. U inson o'ziga qarar ekan deydi. Bizlarda bolalarga qarab gapirishadi. Bolalarning agar yuzlarida oq dog'lar, qo'li yuvilmagan yoki qanaqa bo'lsa, bu ota-onasi be'tibor ekan deydi. Lekin bilmaydi, balkim ota-onasi ishlari ko'pdir, bexabardir. Ishda bo'lishadi, nima ro'zg'orda boqish kerak deyshadi, lekin farzandlarga ham e'tibor berish kerak. Mana shu gijjalar menimcha shu e'tiborsizlik tufayli yuzaga kelyapti. Yo boshqa sabablari ham bormi? Gijja o'zi qanday paydo bo'ladi? Gijjani yuqish turi juda ko'p-da. Masalan, bir xil gijjalar oddiy mana tuproqdan, qo'ldan, yeyotgan, ichayotgan mahsulotlarimizdan to'g'ridan-to'g'ri o'tadi. Uy hayvonlaridan. Ayniqsa uy hayvonlaridan yuqadigan qurtlar, bular juda xavfli qurtlar hisoblanadi. Baliqdan yuqadigan, ayniqsa mushukdan yoki uyda chorva mollari bor insonlarda echinokok qurtlari, jigar echinokok qurtlari deymiz-ku. Xavfli o'sha zanjirsimon qurtlar juda ham ko'p xavflilar yuqadi. Hozirgi kunda tadqiqot qilganimizda mana ko'p viloyatlarda, respublikalarda yurganlarimizda Surxondaryo issiq o'lkalarda askariyda qurtlari yasholmas ekan. Chunki issiqqa chiday olmas ekan. Demak, Surxondaryoda gijjalar yo'qmi? Surxondaryoda gijja bor. Endi har bir viloyatda o'ziga yarasha turli gijjalari bor ekan. Masalan, havo sharoitiga qarab eng ko'p tarqalgan gijjalardan bittasi askariyda bo'lsa, mana askariyda Toshkent viloyati, Toshkent shaharda yoki sovuq vodiylarda, sovuq joylarda ko'p uchrasa, bolalarda juda ko'p. Lekin Surxondaryo tomonlarida u yasholmas ekan. Tez halok bo'lar ekanda. Ayniqsa mana hozirgi kunda bolalarimizni tekshirtirishganda yoki bolalarga analiz qo'yishganda lyamblia deymiz, ustritsa deymiz. Bu qurtlar bolani nafaqat ongini, bolani jizzak qilib qo'yadi. Bizlar bolaga, farzandingizga qancha baqirsangiz ham, gapirsangiz ham, bilsangiz e'tiborga olmaydi. Ko'pchilik bu bolada bu deydi. Bu bolada deydi. Yo'q, bu bolada emas-da. O'sha paytda agar e'tibor bermasa, keyinchalik asorati qiyin bo'ladi. O'zlashtirishi pasayadi. Eng bilasizmi, eng ayanchli, eng nima deydi,
Yomon tomoni shundaki, bizning mentalitetda faqat gijja yoki parazitlarda yosh bolalarda, kichkina bolachalarda bo'ladi deb o'ylaydi. Gijja yosh tanlamaydi, mansab tanlamaydi, lavozim tanlamaydi. Gijja yuqsa bir xil yuqadi. Gijjada u. Va u bitta insonda bo'lsa, oiladagi hammada bo'ladi. Keyin mana ko'pchilik savol berishadi. Uyda deydi, uy sharoitida deydi, klizma qilsam gijjalar tushib ketadimi deydi. Shunaqa savollar ham ko'p bo'ldi-da, o'zim klizma qilaman, 2 kun tushib ketadi deb o'ylaydi. Yo'q. Lam bilan gijjalari bor. Mana lam bilan o'tqob, o'pka yo'llarida, yo qatlamlarda, ichaklarda bo'ladi. Uncha klizmalarda u tushmaydi. Agar unga to'g'ri muolaja qilinmasa, yaxshi dorivor o't giyohlardanmi, xohlagan inson o'sha antibiotiklardanmi ichmasa, gijja hech qachon o'z-o'zidan tushmaydi. Keyin ko'pchilik 3 kun, 5 kun, 10 kun muolaja qiladi farzandlariga. Lekin bir dona tuxumi qolib ketsa, 2 soatdan keyin 2 soat bor yo'q yetadi. Yana 1 million, 2 millionta bo'lib yana ko'payib ketadi. O'shaning uchun har bir narsani aytadi-yu, oldini olgani yaxshi. Uni Nima qilib oldini olishimiz mumkin? Masalan, juda ham bir oson yo'li, uyda oddiy sutga sarimsoq piyoz bor. Mana chesnok deymiz-ku, chesnok tashab 5-10 daqiqa qaynatib, suzib olib ichsak ham shuni o'zi ham foydali kerak bizga. Undan tashqari xalq tabobatida eng to'g'ri, juda ham bir zo'r yechim deb turib, bo'ymadoron, ermon bular birgalikda kelgan. Giyohlar. Masalan, bittasi ichaklarda, gijjalarda, parazitlarda tozalasa, ikkinchisi hattoki jigardagi o't yo'ldagi, yog' qatlamdagi, mana ba'zi bir yog' qatlamdagi gijjalar o'z-o'zidan tushmaydi. Uni yaxshilab mehr berib, unga ishlov chuqurroq mehr bermasangiz, kamida 1 oy, 2 oy davomida yaxshi muolaja qilinmasa, bu qurtlar tushtirgul hattoki o'ylab ham ko'rmaydi. Bizlar mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p eshitamiz-da, sizning farzandingizda deydi, masalan, gijjasi bo'lsa, qorin og'riqlar, yuzdagi oq dog'lar, jizzaklik deydi. Yo'q, faqat emas. Ko'p bolalarda inuriz kasalligi, peshob ishlolmay qolish kasalliklari ham hozirgi kunda shuning oqibatida avj olib ketyapti. O'shaning uchun farzandlarimizga har kuni iloji boricha e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bizlar qanchalik e'tiborli bo'lsak, ertaga o'zimizga shuncha plus bo'ladi. Albatta. Mana endi Alijon aka, aynan o'sha farzandlar uchun qaysidir endi dori vositalari deymiz yoki biologik faol qo'shimchalar deymiz, shu kabi choralarni qo'llashda faqat ularni o'ziga qo'llash kerakmi yoki butun oila davolanishi kerak? Mana hozir biologik faol qo'shimchalar juda ham ko'p. Masalan, shular ichida o'zimiz ham chiqaramiz. Mana bolasi gijjasi bor farzandlarga 10 ta 15 ta tajribalar o'tkazamiz, haftasiga, kuniga o'tkazamiz kerak bo'lsa, shu farzandlarni kursini ichida qanaqa kvartirantlar bilan birga farzand yashayotganini. Buni bizlar gijjalarda kvartirant deymiz-da, ijarachilar deymiz. Ijarachilar deymiz-da. O'sha ijarachilarni xalos qilmasa, birlikka o'rnashib olsa yomon. u ijarachilar bir joylashib olsa, yillar davomida chiqarib olamiz. Endi o'qishi bor 3-4 yillik, ular o'qish kerak. O'shaning uchun vaqt ekonom qilish kerak dedi-yu. O'shaning uchun har bir narsani oldini olgan yaxshi deb o'ylayman-da. Endilikda mana batlar dedik, ular dedik. Biologik faol qo'shimchalarda iloji boricha nafaqat farzandlarning o'ziga, oilaviy ichish kerak. Ota-onasi ham, nevaralari ham kerak bo'lsa, o'sha uyda nechta odam yashasa, eng to'g'ri yechim bular birgalikda iste'mol qilgani. Chunki birgalikda iste'mol qilmagandan keyin bir tovoqdan, bir idishdan ovqat yeganingizdan keyin gigiyena shunaqa narsaki, bir idishda ham yeyiladi-da. O'sha idishni yuvgan taqdiringizda ham baribir ma'lum miqdorda uni tuxumlari qolib ketishi mumkin, urug'lari qolib ketishi mumkin. Aytadi, eng katta o'zi kasallik yuqtiruvchi oqim bu ota-onasi bo'ladi. Chunki kelib farzandini quchoqlab o'padi, bag'riga bosadi, o'zi to'g'ridan-to'g'ri unga yo'l ochib beradi, tunnel ochib berishadi. Eng katta tashuvchilar aslida kattalar hisoblanadi. Chunki odamlar gavjum joyda, gavjum joylarda yuramiz va shunaqa yuqish xavfi ehtimoli ko'p bo'lgan aslida biz hisoblanamiz. Endi shunday chora bormi? Siz hozir mana giyohlarni sanadingiz. Endi ozgina dangasaligimiz borda, o'sha giyohlarni olib kelib, tuyib bir narsa qilib biz qilganimizcha me'yorni bilmasdan. To'ppa-to'g'ri Anvar aka, to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Bir narsa aytingki, shu narsa davo bo'ladi, shu narsa xalos bo'lishimizga yordam beradi deb. Mana qarang, hozirgi kunda juda ham ko'pchilik erinchak bo'lib qolganda. Erinchaklikda emas gap, zo'rrog'i, chunki
ishi bor, oila boqish kerak, ro'zg'or boqish kerak, tushuntirdimi? O'shanga ajoyib yechim qilib, mana hozirgi kunda juda ham ko'pchilik bolalarga yoki asalgam yoki nimagadir qo'shib bering desangiz, farzandlari yeyolmaydigan bolalar bor. Masalan, shiradan allergiyasi bor bolalar bor. O'shalar uchun ajoyib yechim. Masalan, biologik faol qo'shimchalar chiqarganmiz. Ya'ni kapsula ko'rinishda, ichishga ham qulay. Farzandlariga har kuni bor yo'g'i 2 tadan ichirib yursa ham, ichidagi butun parazitlar deymizmi, kvartirantlar deymizmi, hammasidan xalos qiladi. Eng zo'r tomoni yosh kattalar ichsa, ulardagi o'sha suyak bo'g'im kasalliklargacha hattoki foyda qilar ekan. Chunki gijjasi bor yosh katta insonlarda kalsiy, fosfor, temir moddasi, D vitaminni qurt parazitlar qon orqali so'rib olar ekan. buni Adashmasam, siz ham bu yo'nalishda izlanishlar olib bordingiz va nomi Nutva Gelmen Kids. Gelmin Kids, ha? To'ppa-to'g'ri. Xuddi shu faol biologik qo'shimchani ixtiro qilgansiz. Hozir keling, shu haqdagi rolikni birgalikda tomosha qilsak. Ha, oyi, gijjasi bor ekan. O'zim ham aytdim. Bolam bechora doim holsiz, ishtahasi yo'q, tishini nuqul g'ijillatadi. Badanida oq dog'lari ham paydo bo'lgan. Shunga nima qilsam ekan, oyi? Nima qilishni bilmayman. Mazasi yo'q. Bog'chaga ham bormayapti. Gijjasi bor deyishdi. Buni oqibati juda ham yomon. Oldini olmasangiz bo'lmaydi. Vahima qilma. Qovoq urug'i yordamida gijjani tushirsa bo'ladi. Bolachangiz yotib qolishi mumkin. Yo'q. Nafaqat vazniga, balkim miyasi, aql faoliyatiga zarar yetkazadi. Rostdan-a? Ha? Minerallar defitsit bo'lib qoladi. Men o'zim ham bitta joy topgandim. Yaxshi joy deyishdi. Yotqizib davolashar ekan. Endi bilasiz, bolalarning organizmi nozik bo'ladi. U yerga borib davolatsam, yana jigariga zarar yetkazib qo'ysam-chi? Sizga maslahatim, asalni olasiz, sarimsoq bilan aralashtirasiz. Menda yaxshi yangilik bor. Yechim topgandekman. Ham tabobat, ham uy sharoitida davolashning kompleks usuli desa ham bo'ladi. Qani, Nutva Gelmin Kids. voy, zo'r-ku beringchi. Asosiy xususiyatlari: bolalar organizmini gijja va parazitlardan tozalaydi, immunitetni mustahkamlaydi, ishtaha va uyqusini yaxshilaydi. Eng asosiysi tabiiy va halol mahsulot ekan. Hada, Zo'r-ku. Buni qayerdan buyurtma bersinlar? hoziroq 1294 ga telefon qilamiz. Bepul mahsulotni yetkazib berishar ekan. Nutva Gelmin Kids, Ostritsha, Ascarida, Lamblioz, Taksakara aralash gijja infeksiyalarida qo'llanilishi mumkin. Kechadan beri ishtahasi yaxshi, kayfiyati ham zo'r. Hozir ko'chaga chiqdik. Ha, o'ynayapti. Nutva Gelmin Kids, sog'lom va beg'ubor bolalik sari.